O'risni o'lgida yomon ko'raydi Abdulla. O'risni. Bizlar qo'lda yeydi. Haqiqatda qo'ladikda. Ha bo'lmasa birinchi sinf paxta teraman. Paxta teraydik. Birinchi sinfgacha borib paxta terganmiz. Bilasizmi? Bizlar 62-yil Ergas institutiga kirgan bo'lsam, 1-sentabr sham edi, 2-sentabr bozor edi, 3-sentabr 50 ta avtobus turibdi. 1 soat ham o'qamiz yo'q. O'rta Chirchiq rayoni kelib Sapozga paxta olib ketdi. Tushib ketgandan qachon keldikning 31-dekabrda keldik. Bizga qilgan yordami. Paxta terdik, ishladik. Qor yog'sa, otga bitta org'amchini qo'yib, qorni tushirib paxta teraydik. Suygarlikdan paxta teraydik. O'ris ishi. Ishindagizmi? O'ris. Haqiqiy qul qilganda, qo'limizda ishlamagan. Qo'limizda ishlamagan. Bizlarga o'ris 2 ta zavod qurib berdi. O'ris 2 ta zavod. Bittasi non zavod, bittasi suv zavod. Boshqasi yo'q. Suv damlab beradi bular. O'zlari uchun ulyapti ko'rak. O'zlari bana gazli suvlar ichadi. Bizlar yo'q. Non berdi.